Abu Ali ibn Sinon nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Chinoz filialida bo'ldik. Dastavval kutubxonaga kirdik. U yerda turli xil kitoblar bilan tanishar ekanmiz. Ayni paytda kutubxonaga o'z hissamizni qo'shgan holda bir qancha kitoblarni taqdim etdik. Umr o'tar kitob bilan, o'qi degan xitob bilan, fikring zikring shukring qani deyotgandek kitob bilan oshna va unga tashna bo'lgan qalb ezgulikdan so'z ochadi. Buning ham o'ziga xos hikmati borligini aslo bilmaslik mumkin emas. Kitobga bo'lgan mehr oddiy o'quvchilardan tortib professor o'qituvchilargacha, hatto rahbargacha xos ekanligini bilib, ich-ichimizdan dildan xursand bo'ldik. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi bo'lmaydi, deydi davlatimiz rahbari. Shunga monand holda kitobga mehri ustuvor bo'lgan insonlar bizni nihoyatda xursand qildi. Mana yuqorida onajoningiz yoshlarni aytib o'tdingiz. 80dan oshgan onajoningiz 80dan oshganda olamni tutdilar. Oqibatlarni obod qilsin. Sizdek aziz inson tarbiyalab o'stirganlar uchun joylari jannatda bo'lsin. Rahmat. Onangiz yoshdan ham o'tib yuring. Ko'p yillar, ko'p zamonlar mana shunday O'zbekistonimizni aziz yoshlariga o'z bilimingizni berishdan hech qachon charchamang. Rahmat. Doim sog' salomat bo'ling. Rahmat. Endi bir narsani aytaman, men ham xursand bo'ldim kelganimga. Men oldin bu darajada bunday oddiy bir maktab bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin kelgan zahoti men nihoyatda xursand bo'ldim. Sizga ham hurmatim cheksiz. Sababi yallamada mana bir yigitga dars berganingiz va prezident bilan suhbatlashgani shu o'quvchingiz, mana shu o'zini chet elga sotmasdan shu yurt uchun fidoyi vatanparvar qilib yetkazganingiz uchun sizga ham rahmat. Doim sog' bo'ling. Mana qayerda ishlamang, o'zingizning o'rningizga egasiz, nufuzga egasiz. Mana shu o'rin nufuz o'quvchilarning qalbidagi mehr bilan uyg'un bo'laversin. Sog' bo'ling. Rahmat. E'tibor bering. Qaysi ta'lim muassasasi, qaysi jamoat tashkiloti yo korxona idorada bo'lmasin, albatta nutq orqali muloqotga kirishamiz. Biz nutqni qay darajada egallaymiz? Shu muhim. Mana Chinoz tumanidagi maxsus texnologiya bilan jihozlangan va iqtidorli o'quvchilar ta'lim olayotgan ushbu dargohda biz hozir mashg'ulot olib boryapmiz. O'yinning nomi boshlash oson, bog'lash qiyin. O'ylash orqali notiqning nutqi mahorati mantiq bilan bezangan bo'lishi haqidagi fikr bilan siz oshna bo'lasiz. Har biringiz bemalol o'zingizni tanlagan so'zingizni aytasiz. Siz diqqat bilan eshitasiz. Ular aytgan so'zni siz aytmaysiz. Bitta so'z ayting. Renessans. Qarsak bo'lsin, barakalloh siz. Yo'q, boshqa so'z. O'zingiz. Tabarruk, barakalloh. Xo'p, yaxshi. Qani? Ona. Baland ovozda aytinglar. Ona, barakalloh. Xo'p, yaxshi. Taraqqiyot, juda zo'r, barakalloh. Qani? Ustoz, ajoyib, barakalloh. Ha. Maktab, zo'r. Qani? Dunyoqarash, juda ajoyib. Marhamat. Hayajon, barakalloh. Bu yerda bitta odam bo'lganda hayajon derdi. Yaxshi, zo'r. Endi qaranglar. Mana. Endi joy almashing. O'quvchilarning teran fikrlashi, o'z fikrini emin erkin ayta olish mahorati shakllanishi maqsadga muvofiq. Boshlash oson, bog'lash qiyin deb nomlangan ushbu intellektual musobaqada ular so'zni qay darajada topishi va qo'llay olish mahorati bilan oshna bo'ldik. Talabalar, ya'ni o'quvchilar o'zlarini bilimi saviyasi nuqtai nazaridan jumla tuzish va bir-biri bilan bog'lash, notiq nutqi mantiq bilan muzayyan bo'lishi zarurligini anglab yetishdi. Ular bunday jarayondagi o'qishlarni, mashqlarni doimiy tarzda olib borishni va'da qilishdi. Chunki ta'lim tarbiyada tanaffus bo'lmaydi. Har damda, har qadamda biz o'z fikrimizni o'stirishimiz zarur. Bir narsani men doim takrorlagim keladi, bu mening aforizmim bo'lganligi uchun emas. Fikr lokomotiv, so'zlar esa vagonlardir. Shunday ekan, lokomotiv soz bo'lsa,
vagonlarni o'zi ergashib kelgani kabi inson fikri ham aniq ravshan bo'lsa, nutq ham, so'zlar ham unga ergashib kelaveradi. Shunday ekan, o'quvchilar mana shu jarayonda o'zlarini bilim salohiyatlarini namoyish etishdi va bizlar tomonidan taqdim etilayotgan kitoblarni qabul qilishdi, dastxat bilan ularga yozib berdik. Bundayin dars mashg'ulotlarini, bunday noan'anaviy darslarni tez-tez o'tkazib turilishi maqsadga muvofiq. Chunki bu ularni ko'proq o'ylashga, mulohaza yuritishga chog'laydi va ayni paytda tafakkurini, dunyoqarashini rivojlantirishda muhim omil bo'la oladi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ustoz ibrat, ustoz o'gitlari siz uchun mash'al mayoq. Aha. Alloh taologa beadad shukrlar bo'lsinki, onajonim meni dunyoga keltirdilar va ulg'aytirib o'stirdilar. Otam bilan birgalikda. Va meni ilk qadam bosish chog'larimda taraqqiyot sari ildamlash uchun tarbiya berdilar. Va albatta jondan aziz, mehribon ustozlarimga, ya'ni maktabga ustozlarim qo'liga borib topshirdilar. Hayotni qarangki, taraqqiyot bizni shu darajagacha olib keldi. Va men shu paytda aynan Renessans qurilish chog'ida o'z mehnatim bilan, yana albatta maktabda o'quvchilarga ilm-bilim, taraqqiyot ilashi sari ildam qadam bosmoqdaman. Bunga Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Ana o'zi ibrat bo'lgan rahbar, o'zi ibrat bo'lgan o'qituvchi o'quvchilarni ergashtiradi. Davlatimiz rahbari aytadi, biz bir paytlar ergashuvchi edik, endi ergashtiruvchi bo'lamiz. Pedagog degani bola yetaklovchi degani. Lekin aslida bugun unday emas, ergashtira olishimiz kerak. Ustozni o'zi ibrat bo'ldilar. Olimjon Ilhomjon uchun bitta qarsak bo'ldi. Barakalloh. Endi qaranglar. Endi siz har bir joydan terib olib bog'ladingiz. Endi esa bir chetdan boshlab borish kerak. Bir chetdan boradi. Har bittasining so'zi bor-ku. Shuni bir ikkinchisi, uchinchisi bilan qanday bog'lanadi? Almashdingizlar demak. Maktab. Mening maktab aro bo'ldir murodim, xatimdek chiqsa imloyu savodim deb Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat yozgan edi. Men qachonki shu she'rlarni o'qisam, qalbimda qandaydir bir iliq tuyg'u, hayajon paydo bo'ladi. Buning ham o'ziga xos bir siri bor. Chunki bunga menga ilm bergan va meni shu darajaga yetkazgan ustozlardan doim rozi ekanligimni alohida tutgim keladi. Shunday ekan har bir insonning bilimi saviyasi oshar ekan, uning dunyoqarashi shakllanib boradi. Dunyoqarashi shakllanmagan inson chinakam ma'noda buyuk iste'dod sohibi bo'la olmaydi. Bularning hammasiga ona suti, ajdodlar o'giti, ota ibrati bilan borar ekan, onaning beradigan ta'limi, uning ko'z mehri, so'z sehrida ekanligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Shunday ekan, ular tabarruk zot, ana shu tabarruk zotni e'zozlash va bilishda ham hikmat ko'p. Buning uchun esa bizning oldimizda turgan buyuk maqsad 3-Renessans ekanligini hamma bilish kerak. Agar shuni bilmasak, mamlakat va vatan umuman taraqqiyot qilmasligi mumkin. Hozir mabodo bular o'rin almashsa, yana yangi paydo bo'ladi. Siz ham shunaqa mashqlarni qiling, tuzishni, bog'lashni o'rganing.